Dasturimizni yana mahalliy xabarlar bilan davom ettiramiz. Yangiobodlik Zinnatoy Mamatqulova pillachilik sohasida qariyb 40 yillik tajribaga ega pillakor. Ipak qurti yetishtirishning hadisini olgan mehnatkash ayol. Tumanda ushbu sohani rivojlantirish yo'lida o'z hissasini qo'shib kelayotgan opa 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida davlatimiz rahbari farmoniga asosan Shuhrat medali bilan taqdirlandi. Muxbirimiz Zinnatoy Mamatqulova bilan uchrashib, taassurotlar bilan qiziqdi. Pillachilik sohasiga umrini baxshidayotgan Zinnatoy Mamatqulovani Yangiobod tumani faxri deyishimiz mumkin. Nafaqada bo'lishiga qaramasdan, yoshlarga mehnatda namuna bo'layotgan opa bugun el ardog'ida. Uning ko'p yillik mehnatlari e'tirof etilib, davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Ipak qurti yetishtirish nozik narsa. Xuddi farzandimizda yuvib taraganimizdek, uni biz ham yetishtiramiz. Har kim ham pillaxonaga kiravermaydi. Oddiy ish emas. Bu qiyinchilik bilan yetishtiriladi. Dastaga chiqishlarini sabr bilan kutib, sabr bilan kengaytirib yetishtiriladi. Yana bir gap aytmoqchiman. Mana shu ustimizda kiyib turgan adreslarimiz qancha chiroyli ko'rinsa, pillani tozaligiga shuncha chiroyli bo'ladi. Muhtaram yurtboshimiz mana qilgan mehnatlarimizni evaziga oldilariga chaqirib Shuhrat medali bilan taqdirlangan qilgan mehnatlarimizni evaziga. Bu menga bergan Shuhrat medali bitta meniki emas, butun Yangiobod tumani ayollariniki. Yangiobod tumani hokimligida o'tgan tadbirda xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari, Balandchaqir mahalla fuqarolar yig'ini faollari Zinnatoy opani mukofot bilan muborakbod etgan holda esdalik sovg'alarini topshirdilar. Uning pillachilik sohasini rivojlantirish yo'lidagi sa'y-harakatlari har bir fuqaro uchun namuna ekanligi aytib o'tildi. Men Zinnatoy opani nafaqat Balandchaqirda, balki tuman, respublika miqyosidagi xotin-qizlar timsoli deb bilaman. Zinnatoy opani men rosa yaxshi taniyman, pillakor sifatida. Undan tashqari yana mahalladagi jamoatchilik asosida tuzilgan oqil ayollar harakatida yarashtirish komissiyalariga a'zolar, bir nechta oilalarni yaratishga menga yaqindan yordam berib kelganlar. Bundan tashqari yana opamda bir aytdilarmi yo'qmi, bir hunarlari bor, belbog' tikadilar. O'tgan yili bir 15 ta ayolimga shu belbog'chilik yo'nalishida ularga o'rgatdilar. Hozir o'sha 15 ta ayol ham o'zida uyida o'sha belbog' tikib o'zlarining daromadlarini oshirib kelyapti. Bugun vatan oldidagi xizmatlari e'tirofidan mamnun Zinnatoy opa yaqinlashib kelayotgan mavsumda ham yuzlab kilogramm pilla yetishtirishni maqsad qilgan. Shu o'rinda mehnatdan baxt topgan, el yurt tashvishi bilan yonib yashayotgan shunday onalar doimo omon bo'lsin deymiz.